Erdo'g'on ham ko'cha-ku, mana bundoq qaraganda. U boshqacharoq ko'chada uning axloqiy ya'ni qadriyatlar boshqa. Ya'ni jahon avtokratlari ichida Erdo'g'on kerak bo'lsa Yevropa qoidalari bo'yicha ham o'ynashadi. Saylov qilaman desang saylov o'tkazib beradi. Urushaman desang urushadi. Masalan, Turkiyaning havo hududini kesib o'tadigan bo'lsang, sen Putin bo'lasanmi, Tramp bo'lasanmi, ketadi, urib tushiradi. Shuning uchun ham Isroil va kechirim ham so'ramaydi. Yo'q. U bilan hisoblashish kerak. Başbakan olarak sana sesleniyorum. Ayakların denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değil. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin.